2006-yilgi oq Matizimiz. Motorlar yaxshi holatda, yaxshi turibdi. Hech qanaqa ayblari yo'q, metallari bor. Keyin akamiz aytdilar, kraskaga tushunmayman dedilar. Kelib tekshirib olishlaringiz mumkin dedilar. Kraska bo'lgan bo'lishi mumkin, aniqini bilmaymiz. 50% yozib qo'yaveramiz biz. Aniqini bilmaymiz, chunki biz ham usta emasmiz, akalar uncha bilmar ekan. Bunga bo'lishi mumkin kraska. Balonlar holati bo'ladi chidasa. O'zlaringiz baho berib olasizlar. Salonlar holatiga kelsak, o'rtacha holatda uncha yaxshi emas desa ham bo'ladi, bo'limenda turibdi. Barlarni ham almashtira olish kerak, ishlar silinib ketgan. Atak chidasa bo'ladi. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlari, mana joylarda ozroq qirilgan joylari bor ekan, atak qo'ygan joylari yaxshigina turibdi. Bu tarafda ham ozroq qirilgan joylar bor ekan, qo'ygan joyi yaxshigina turibdi. Shu faqat shu kraska bo'lmaganligini bilmasligimiz aybimiz. Metallari bor. Narxiga keladigan bo'lsa 38 million so'm deyaptilar. 35 lakka beraverar ekanlar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, 2012-yilgi Matizchamiz, mana shu Matiz. Xo'p, kraska hech qayerda bo'lmagan, hamma joyi toza 100% tozagina turibdi. Motorlar uncha moy yemaydi, ozroq kamayadi dedilar, chunki moy yemaydi. Metallari bor. 4 ta balon yangi. Balonlarni keyin ko'rsatamiz. Qolgan hamma joylari cho'tka svejingida turibdi. Balonlar holatini ko'rishingiz mumkin. Yangidir, hamma joy yangi turibdi. Salonga o'tamiz. Salonlar holati ham yaxshi idealda turibdi. Hech qanaqa salama bir chexolpoglar ozroq yetilgan joylar bor. Uni bir almashtirib olsangiz cho'tkagina bo'ladi. Qolgan hamma narsa aytgancha sizlar uchun yangilik. Yozda issiqqina ketayotgan paytimiz bunda kondisionercha bor. Vahshiy maza qilib ketaverasizlar. Kondisionerlari ham bor. Yaxtakana bu chillada maza qilib yurasizlar. Orqa tomondan ko'rishlar, hech qayerda qirilgan joylari yo'q. Xo'p, mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, eshikning tepasida ozroq urilgan, qirilgan joy, eshik ochgan paytda yana qilingan joyi bor ekan, pastda mana bu ozroq zanglagan joy bor ekan. U mana bu burchakda zanglagan joylari bor ekan, boshqa ayblari yo'q. Qolgan hammasi cho'tka ideal turibdi. Narxini 40 bozor 40 qilibdi, o'zlari 45 aytayotgan ekanlar. 40 bo'ladigan bo'lsa beraveraman debdilar. 40 bo'ladigan bo'lsa beraveraman debdilar. Agar kimgadir qiziqadigan bo'lsa, shu Matizchamiz, shuna pastga nomerlarni yozib qoldiramiz. Shunday murojaat qilib, telefon qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, Nexia bir avtomobilimiz ko'rib turibsiz. Mana misol uchun oldinlar ko'rib ketyapti. Endi biz shu paytda shundan foydalanib videoga qo'yib ketyapmiz. Motorlar yaxshigina turibdi, stasionerlar cho'tka, metallari bor, 100 talik balonlari. Aybi faqat shu ustida ozroq 15% da kraskalar bor ekan. Va qirilgan uchun, rangi o'chgan uchun qilingan ekan. Qolgan stasionerasi yaxshigina turibdi. Xo'p, balonlar keladigan balonlarni ham stasionarasi yaxshi turibdi, o'zgarishlar bo'lmagan, hammasi yaxshi, yangi qo'ygan dasturimiz. Xo'p, salon holati yaxshigina turibdi, luks kondisionerlargacha bor, chexol polikchalar yaxshi idealni qilib qo'yibdilar ekanmiz. Orqa tomondan ko'rinishlari mana idealligina stasionar shu hech qanaqa ayblari yo'q, shu aytganimizdek. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini akamiz 45 deyaptilar, kam bo'lsa 43 bo'lsa beraveraman deyaptilar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qoldirib, shu nomerlarga murojaat qilib olishingiz mumkin. 2006-yilgi Nexia 1 holatlar yaxshi turibdi, hech qanaqa kraska bo'lgan motorlarda yaxshi joyda turibdi, metallarigacha bor ekan, metallari ham bor, holati yaxshi edi, yana stasionerda turibdi, hech qanaqa o'zgartirish, hech narsa qo'shimcha hech narsa qo'yilmagan. Motorlar holati ham yaxshi, moy-poy normalda, unaqa ko'p olmaydi, hech narsa qilinmaydi. Ichki ko'rinishlari, ya'ni salon holatlari, ahvollari yaxshi turibdi. Rol almashgan, skorost anavlarni almashtirilganlar, chexol polik qilganlar. Xo'p, shu orqa tomondan ko'rinishlarimiz yaxshi stasionar turibdi, hech qanaqa o'zgartirishlar qilinmagan. Narxiga o'sha boya aytganimiz 10 million so'm degandik, narxini 50 million so'm deyaptilar. 10 million so'm bo'lsa qilib beraman deyaptilar. 10 million so'mga, qarchi boshida 10 million so'm to'laysizlar, qolganini bo'lib berishlaringiz ham mumkin ekan. Shu kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz, shu nomerlarga aloqaga chiqib murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Nexia 2 legendadan biri
2014 sastanasi ular turibdi. Radnoy kraskalarigacha hech qanaqa ishlari yo'q. O metallarigacha bor, motorlar moy yemaydi. Sastanasi ular turibdi. Eng qizig'i sizlar uchun bu ayol kishi haydagan, akkuratni qilib haydagan. Ayol kishi haydash bilasiz, sekingina haydab, ehtimol ona qilib haydaydilar. Balonlarigacha yangi. Böyle operator qochmoqchi bo'lsa shu joyga kelib o'chib qoldi. Qara omading bor ekan. Omading bor ekan. Shu joyga kelib mashina o'chib qoldi. Salonlar holati idealni turibdi. Yaxshigina qanaqa o'zgartirishlar bo'lmagan. Yaxshigina haydalgan mashinamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, bir tomosha qiladi. Obunachimiz mashinasi. Nima uchun metan yo'q desalaringiz, o'sha obunachimiz, opamiz gazdan qo'rqqanligi uchun gaz qo'ymagan ekanlar. Bir qiziq ma'lumot sizlar uchun. Narxini 75 million deyaptilar, kelishtirib beramiz dedilar va где-то 73-1-2 million o'tib beramiz. Agar naqd pul beradigan bo'lsa, variantga ham qilib beramiz deyaptilar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. 2011-yilga Nexia 2 miz ko'rib turganingizdek, ishlari yo'q, motorlar cho'tka turibdi, metallarigacha bor, moy yemaydi, ko'rib turibsizlar, vaqti ideal stasionarda turibdi. Kraska keladigan bo'lsa, kraska bir 10% yegan. Qolgan joylar tozagina turibdi, akkuratni saqlangan. Salonlar ham yangi desam bo'ladi, yaxshigina stasionarda saqlangan turibdi, haydalgan. Salonlar holatini ko'rib turganingizdek, yaxshigina turibdi, hech qanaqa o'zgartirishlar bo'lmagan, ideal stasionarda turibdi. Orqa tomonda ko'rinishlari 65 talik metan balonlari bor. Narxini 60 million so'm dedilar, kelishtirib beraman dedilar. Где-то 1-2 million so'm o'tib beradilar. Nomerlarni yozib qoldiramiz, shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 2014-yilga holat stasionasi yaxshigina turibdi. Motorlarni ko'rib turasiz, yaxshi. Ammo cho'tka joyda turibdi, hech qanday moy poy yemaydi, metallarigacha bor. Balonlar holati ham yangi turibdi. Salon вообще ideal, alohida mehr bergan salonga. Idealni Tastanada deydi-yu. Salonga alohidagina mehrcha вообще mazagina, maza qilib o'tirib haydab ketishga tamom. Lyuks kasalargacha bor. Ko'ramiz mana ichlarida holatchalarni ham вообще stasionasiya udar bo'largacha polniy qo'llam taqash ideal qilib qo'ydilar. Idealni qaraganlar Tashkentskiy Nexia 2 legenda. Mejgar pultlargacha bor. Narxini 63 million so'm dedilar. 60 millionga mayli sizlar uchun agar bizani o'zimizga chiqaradi, yana 1 million chiqaradi, 59 million so'mga beraveradilar. Nomerlarni shunday pastga chiziqcha deyman. Pastga yozib qoldiramiz. O'sha kimgadir yoqadigan bo'lsa 59 millionlik Nexia 2 legenda Toshkentda yurgan 30-40% kraska yegan, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunday pastki nomerlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. 2000-yilga Tekomiz молочнигini, shishkargina polni bunga mehr bergan 100% kraska qilib, aka ijod polni noldan qayta yig'iladi desa ham bo'ladi. Motorlarda ishlari yo'q, hech qanaqa moy-poy qochirilmaydi. Balonga keladigan bo'lsa, balonlar holati yaxshigina turibdi. Ozmoz qoraytirib, chiqarganlar. Salonlar holati ham yaxshi, ideal chexopolikchani mashina rangiga moslab, idealni qilib taxlaganlar. O'dar, lekin gap yo'q. Polni mejgar pultlari ham bor emasmi? Yo'q, mejgar yo'q ekan. Oddiy ochib yopadigan, uzoqdan ochib yopadigan pultlari bor ekan. Uning nomini bilmadim, uzr. Allohda magnitofonchalar ham bor, gumur-gumur qilib ketishga yaxshi. Orqa tomonda ko'rinishlari hech qanaqa anavlari yo'q. Benzinda yuradi, hech qanaqa yo'q. Narxini 35 deyaptilar. 1-2 million tushib bersalar mumkin. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerni o'z qo'ldiramiz. O'sha pastki nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib olishingiz mumkin. Aytgancha, like bilan podpiskani bo'lishni unutmang. 96-yilga Monster Tekomiz. Belgilari ham bor. Hamma narsa hadovoy motorlargacha, hadovoy motorlar va shu udar hammasini yangi qilganlar, noldan yig'ganlar. Aybi faqat 100% kraska bo'lgan. Qolgan hamma narsa yangi. Silliqqina, mo'yligini, shu Monster desa ham bo'ladi. Kakkas Monster belgisini qo'yganlar. Balonlarni polni yangi qo'yganlar, kapaklargacha polni narsasi yangi turibdi. Salonlar holatini ko'rganingizdek, shu ideal, akamiz shu chexol polikcha va magnitofonlargacha shu ideal mehrchan shunday berganlar. Vertolyot bilan qo'shib mehrlar aytgancha. Maza qilib ketaverasizlar. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlari mehr ko'zda dilxirlar bo'lmasin. Aytganimiz, mehr ko'zda dilxirlar bo'lmasin deganga o'xshab, bunaqa befarqsizliklarni topilib qoladi. Tepa bagajlarimiz ham bor. Hech qanaqa metan fetlar yo'q, benzinda svejgina silliqqina ketadigan Tekochamiz, Monster Tekomiz. Xo'p, aybi faqat shu 100% kraska bo'lganda, narxiga keladigan bo'lsak, 23 million dedilar, 20 millionga bersam kerak dedilar, adashmasam, esimda boricha.
Yana agar xato aytadigan bo'lsa, montajyoshlar pastda qancha imini qanchaga tushib berishlar narxlarini yozib qo'yadilar. O'shanga kimgadir qiziqadigan bo'lsa, tekonni bir maza qilib minadigan bo'lsa, mayli misol uchun bir o'g'illaringizga olib berishlaringiz mumkin. Maktabga borib keldi yurishlariga. Boyaga brat aytadi-yu. Dadangizga xarxasha qilib oladigan mashinalardan bittasi dedi-yu. O'shalardan bosib olsangiz bo'ladi mana shu.